Zo'r planirovkali 3-Olmazorda joylashgan 6 sotuvli mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Videoning oxirida albatta narxi bilan sizni tanishtirib o'taman. Olmazor bu tomoni Shashlik House-ga yetmasdan 10 qo'ldagi ko'chadan kirib kelganimizda, ikkinchi tomonimiz 3-Olmazor ko'chasidan ham tushsangiz bo'ladi. Mana shu 6 sotuvli xonadon endi sotuvda. Xonadonimizni ichlarini chiroyli ta'mirlab qo'yishgan, tashqi fasadimizda ozgina ishlar qolgan ekan. Uni bitkazib olsangiz, lekin juda ham chiroyli nomerlardan uylardan biri bo'ladi, qoladi. Demak, eshikdan kirishdan boshlasam, darvozaxonadan kirganimizda bizni birinchi ko'rib turibsiz, uyimizni oxirigacha kattakon naves kutib oladi. Navesimizga avtomashinalarni ko'pginasini ham tirib qo'ysangiz bo'laveradigan holatda. Mana bu yerdagi xonalarga keladigan bo'lsak, birinchi kirganimizda o'ng tomonimizda bitta xo'jalik uchun mo'ljallangan. Ya'ni kichkina koridorcha orqali kiramiz, ro'parada sanuzli barcha sharoitlarga ega, yonida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ikkinchi tomonda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi bilan ikki xona uyimiz kutib oladi. Pastki qismida podvali ham bor. Mana bu qismimiz esa kattakon oshxona hamda ovqatlanish xonasi. Mebellarni ham chiroyli o'rnatib qo'yishgan ekan. Yashashga uyimiz tayyor bo'ladi. Deyarli hamma xonasi tayyor, faqat mana shu bitta xonamiz qolgan ekan. Sababi bu 12 metrli xona. Xohlasangiz olgan inson o'zi mehmonxona qilib oladi kattakon yoki uy dahliz qilib turib o'rtasiga sanuzul bilan yana bitta xo'jalik uchun mo'ljallangan uy qilib olish ham mumkin. Chunki suvlargacha hammasini tayyor olib kelib qolgan ekanlar. Agar farzandim katta bo'lsa, uni uy qilaman deb qoldirgan ekanlar. Eng chekka qismimizda bitta bolalar uchun mo'ljallangan xonamiz bor. Xohlasangiz kichik mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Orqa hovlimizda hojatxona, yana yozgi oshxona qilish uchun joy va kotelni qoldirib ketilgan. Eng so'nggi ko'radigan qismimiz hovlimizda turidagi bu ikki xona uyimiz esa bittasi mehmonxona bo'ladi. Ichkarida yotoqxona, ichida sanuzul bilan joylashtirilgan. Planirovkasi zo'r, ikki xo'jalik hozir o'zida maza qilib yashashi mumkin yoki uch xo'jalik ham bemalol yashasa bo'ladi. Agar zalni ikki xona qiladigan bo'lsangiz, yanada uyimiz kenglashib boradi. O'rtasida kattakon mana shunaqangi yashil zona uchun ham joy qoldirilgan. Baribir keng hovli yaxshida. Olmazordan juda ko'pchilik hovli so'rab yozadi. Hozirda sotuvda Olmazorda hovli yo'q edi. Mana endi sotib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu xonadonimizning narxi $119 ming. Yana ozmoz o'tib beradigan joy bor. Kommunal tarmoqlarda umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud ekan. Natijada tayyor holatdagi ushbu uyimizni pastdagi telefon nomerini qoldirganman. Bog'lanib sotib olsangiz bo'ldi.